Assalamualaikum qizlar, bugun sizlarga o'tadigan tungan pishkilar. Eng oddiy usulda tungan pishki pishirish usuli, uningga ketadigan materiallar. Sumay, shakar uni, echitqu, suda, tuz. Suv, un. Mana. Qaranglar, un. Oldi bilan-chi biz. Mana. Shakar unini, tuzni, sudani echitquni ilashtirib olamiz. Bir ilashtirib olgandan keyin sumaya. Sumayni qizlar men deyishni unutib qopdim-a. Ya'ni tuxum bormi? Mana tuxum. Olib sizlarga deganda tuxumni unutib qopdim-man. Tuxumni chekib qaranglar. Biz bevos xamir yo'g'iramiz-a. Suni az-azdan qo'yib, suni muvofiq qaldajimi? Muzda suv bilan yo'g'iramiz eng yaxshisi. Qizlar qaranglar, bu xamir qattiq bo'lmaydi, biroq bo'shim bo'lmaydi, jumi? Qattiq qotmaysizlar, ish qilib, bakmi bo'shib ketmaydi bu xamir. Bo'sh qilsanglar, quymoqqa o'xshash qoldi, jumi? Yumshoq ketadi. Shuning uchun bu xamirlarni lag'man xamirdan sal qattiq bo'lsin-a. Lag'man xamirdan bo'shi qolmaydi. Shu lag'man xamir satqat qilsam bu xamirimiz busunjimi? Bo'lganda ankin mayni chuchitib, shu o'zimizcha normal kesib, mayni chuchitib busun bo'lgani ko'ra. Bu xamir bo'lgandan keyin cho'qqin bir yoqdan zug'ulni qilib turib, bir yoqdan pishiramiz-a. Qizlar qaranglar, xamirimiz shunday qanday bo'pti. Bu xamir degancha chim emas, bo'shma emas xamir bo'lgan keyin qaranglar. Bu xamirni avab biz kesib o'xshash kesib olaylar. Kesib, zug'ul qilmaysizlar. Bir yoqdan zug'ul qilib, bir yoqdan qozonga solamiz bu xamirni. Shuning uchun oldidan endi do'konchilar bo'lsanglar, buni cho'qim jingli bilinglar. O'xshash cho'nglikda. Uyda qilaman desanglar, men mayli, men hozir endi sizlar ko'rsaman degan uchun men jingli olaman, o'xshash cho'nglikda bo'lsin deb, ha? Buni men cho'ngligini endi 50 dan jinglar, ya. Qizlar 50 tun uzaysan bek kichik ketgidek, 100 dan uzdim, 100 gramdan uzdim. Qaranglar, buning uchun bir yoqdan zug'ul qilib, bir yoqdan qozonga solamiz, juma. Ana zug'ul qilib, qo'yib salsanglar-chi, tungan pishkili bo'lmaydi. Qattiq zug'ul qilsizlar, bir yoqdan zug'ul qilib, bir yoqdan ochimiz, ha? Qaranglar, xamirning qilinligi shuncha bo'lsin-a. Bekni qilinib ketmisin, juma? Mana. Zug'ul qitlar kesib, mayga salsanglar bo'ldi, ha? Asta o't tushiramiz qizlar, juma? Ha, qizlar mana pishib tayyor bo'ldi. Ha. O'zinglarni qolsa bir qitim tib ko'ringlar. Bu intagim churuk pishira.